4,5 soat uxlab ham kun bo'yi tetik yurishingiz mumkin. Agar siz uyquni mana shu bosqichida uyg'onsangiz. Har bir insonning uyqusi en bir fazadan boshlanib, tez uyquda tuguvchi mana shunday uyqu halqalaridan tashkil topgan va bu bitta uyqu halqasining davom etish vaqti 90 daqiqani tashkil etadi. Mana shunday halqalardan bir tunda, ya'ni inson bir kecha uxlaganda 4 tadan 6 tagacha halqani bosib o'tadi, ya'ni uxlaydi. Va agar misol uchun inson bir kunda 4 ta halqani, 4 ta mana shunday siklni uxlasa, bu 4 kara 9, ya'ni 90, ya'ni 90 minutga ko'paytiramiz. 4 kara 9 36, 90 bo'lsa 360 minut uxlash kerak. Ya'ni to'yib uxlash uchun, ya'ni to'yganlik hissini his qilish uchun. Chunki inson agar 360 minut uxlasa, mana bu bitta uyqu siklini to'liq tugatgan bo'ladi. Agar mana bu yerda yoki mana bu yerda turib qolsa yoki mana bu yerda turib qolsa, inson uyquga to'ymagandek turadi. Agar misol uchun chala bo'lib qolsa, qancha ko'p uxlab, 10 soat uxlab ham uyqu siklini noto'g'ri joyda turib qolsa. Agar misol uchun budilnikka qo'ymoqchi bo'lsangiz qanaqa qilasiz? 23:00 da uxlamoqchisiz, 23:00 da nechta sikl uxlamoqchisiz? Shuni hisoblaysiz. Misol uchun 3 ta sikl uxlamoqchisiz va bu 3 ta 90 ga ko'paytirsangiz 270 minut va bu 4,5 soatni tashkil etadi. Endi soat 23:00 ga qo'shasiz 4,5 soatda. Bu ertalabki 3:30 ga to'g'ri keladi. Siz budilnikni 3:30 ga qo'yishingiz kerak. 4 ta sikl uxlamoqchisiz. Buni 90 daqiqa bitta shu uyqu siklini davomini ko'paytirasiz. Bu 360 minut va bu 6 soatni tashkil etadi. Mana shu 6 soat mana. Ertalabki 5:00 ga budilnik qo'yishingiz kerak. Budilnik qo'yishingiz kerak. Agar 5 ta sikl uxlamoqchi bo'lsangiz, ertalabki 6:30 ga budilnik qo'yishingiz kerak bo'ladi. Uyqu sikli mana shunday qilib rejalashtiriladi. Agar 10 soat uxlasangiz ham uyqu siklingizni rejalashtirmasangiz, siz uyquga to'ymagandek turishda davom etasiz. Bu videoni 10 soat uxlab ham uyquga to'ymaydigan do'stlaringizga yuborib qo'ying.